Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan barchaga. Xudo xolisa bugun 2026-yil 24-avgust sanasida mana shunday shiddatli devorday o'sadigan yangi bir kishmish ertaki uzumlarimizni ko'rsatmoqchiman. Ba'zi bir uzumlar ertaki nav bor, juda ertaki nav bor. Bu juda ertaki nav hisoblanadi. Early Adorra. O'sishlari juda ajoyib. Mana shunday devorday bo'lib o'sgan. Har bir qarishda kamida 2 metrlik novdalar bilan. Mana novdalari simga yetgani ham bor, simdan o'tgani ham bor. Pastki yerdan mana shuncha balandlikda. Xo'p, novdalari mana shunday asosiy lider va ikki yonga taralgan holatda o'sgan. O'sishlari juda bir shiddatli. Hozir sizlarga uni nishoni hosilini ham ko'rsatmoqchiman. Mana bu asosiy lider. Mana liderdan mana bunday bachki chiqqan. Bachkidan chiqqan yana bitta bachkisidan chiqqan hosili mana pishdi. Early Adorra. Mana bu yerda ham mana shunday nozik tanadan chiqqan hosili pishdi. Mana Early Adorra. Bu bachkisidan chiqqan hosil. O'sishlari juda ajoyib. Haqiqatan ham men o'ylaymanki juda bir ertaki navlardan hisoblanadi. Mana hozir bu uzumlarimizni ichini yorib ko'ramiz. Juda qarsildoq. Mana 100% kishmish. Mana shu holatda. Qarsildoqligi juda yuqori. Mana Early Adorra. Bu navni Adorrani ertachisi sifatida ko'rilibdi. Xudo xolasa kelgusi yillarda albatta buni nishoni hosillarini ko'rsatamiz. Mana o'rtadan mana lider ketgan. Mana shu holatda va ikki yonga mana shunday bu tomonga va bu tomonga tanalari taralgan. Mana shunday lotkaga o'xshab turibdi. Xudo xolasa buni novdalardan bor aloqaga chiqsalar albatta yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishni davom etinglar.